26 haftalik egizakchalar. Bu birinchi bolasining boshi, gavdasi, oyoqchalari. Bu ikkinchi kallasi, gavdasi, oyoqchalari, egizchalar. Mana birinchi, ikkinchi, mana birinchi. Mana ikkinchi egizi, birinchi egizi. Birinchi egiz boshi bilan yotgan ekan, ikkinchisi go'ti bilan yotgan ekan. Tak. Ikkinchi homiladorlik ekan. Bir o'g'il, bir qizim bor dedingmi? Bularning ikkalasi ham o'g'ilcha ekan. Bir yo'ldoshdan, bitta yo'ldoshdan bir-biriga o'xshaydigan egizakchalar. Mana. Bilatonbining ekovi ham o'l ekanmi? Shu. Elimdan aytib ko'targan vaqtimda yegizmasmi ekanlar. Ha, ekovi ham o'g'ilcha ekan. Tabriklaymiz bilan chiqib. Aytamiz. Mana birinchisining chiqi. Voy. Mana. Ikkalasi ham o'g'ilcha.